O'zbek multfilm Telegram kanali taqdim etadi. Burgut 107 gapiryapti. Burgut 107. Nishonga yaqinlashyapman. Burgut 107 gapiryapti. Ba'zi biz uni topdik. Yigitlar, uni topdik. Ketyapman. Tadqiqotchilar hozirgina qazilma joyiga kelib qo'nishdi. Ba'zi 107-guruh gapiryapti, qazilma ishlari boshlandi. Qaytib, qandaydir xazina topdingmi? Hozircha yo'q. Oshna u hech qachon hech nima topa olmaydi. Omadsiz. Ovqating sovib qoladi. Ketyapman. 1 2 3 oltin. Voy. Rostdan ham oltin. Oltin! Xazinamni topdim! Dadangni tugmachalaridan biri-ku. Uni omadli tugmachasi edi. Ha! Omadli ekanimni isbotladim. Ha, isbotlading. Xayrli tun. To'xtang. Maxluqlar kirib qolganini tekshirib ko'rmaysizmi? Esimdan chiqibdi. Yo'q. Hech kim yo'q. Dadam hech nimadan qo'rqmasdilar, to'g'rimi? Albatta qo'rqardi, ammo qo'rquvni ko'ziga tik boqardi. Aynan nimadan qo'rqardilar? Gapirib bering. O'g'li vaqtida uxlamasligidan. Tuning xayrli o'tsin bolajonim. Katta bo'lganingda zo'r xazina izlovchi bo'lasan. Buvijon. Mo'miyanga qo'ng'iroq qilishni unutma. Oilatda bashara. Katta bo'lganimda meni qo'rqita olmaysan. Hech qachon. Ted Jonsning sarguzashtlari.
To'xta! Biron joyini sindirmasidan bu pandamaqini tushar. Bunaqada meni sud qilishadi. O'zimni mittiboyim. Qaytib keldim, super kulcha sen uchun. Ted, so'nggi marta ogohlantiryapman. Qiliqlaring jonimga tegdi. Lekin pastda qandaydir muhim narsa bo'lishi mumkin edi. So'nggi marta deyapman. Bor yo'g'i oddiy quruvchisan, arxeolog emas. Mana bu itvachchangni ham ortiq ishga olib kelma. Bu itvachcha emas, Jeff. Arxeologiyaning asoschisi bo'lmish Thomas Jefferson sharafiga nomlangan. Ana shunaqa. Qiziq-a? Nima deysiz? Yana bir qiziq narsa. Bossan. Mana. Ted oshna, arxeologani eshitirsang-chi. Shu yilning o'zida seni 7 marta bo'shatishdi. 7 marta. Mangulik oldida hech narsa emas. Ijara pulini qanday to'lamoqchisan? Yoqilg'i, kuchug'i uchun. Yigitlar, mendan xavotir olmang. Qimmatli narsa topganga o'xshayman. Buni sezib turibman. Hayır. Metropolitan muzeyi. Salom, Ted. Salom, Melinda. Max Morden. Uni birinchi raqamli muxlisiman. Yo'q. Professor Hambert shu yerdamilar? Bir narsani tekshirtirishim lozim. Bu juda ham zarur. U o'z xonasida. Mana buni unga olib borib ber. Zudlik bilan yetkazish kerak edi. Zudlik bilan degan? Jeff, shu yerda kutib turishingga to'g'ri keladi. Qo'rqma, Ted, ular o'lgan. Ular zombi emas. Tadeus, bu safar seni nima yetaklab keldi? Yana qandaydir topilma olib keldingmi? Qandaydir emas. Buni yangi metro stansiyasi qurilish joyidan topdim. Aminmanki, ikkinchi Max Morden bo'lish uchun ilk qadamimni qo'yapman. O'sha ahmoq haqida menga gapirma. Arxeologiyani toshoynadan battar buyumbozlikka aylantirib yubordi. Qani, ko'raychi. Eski tuskilar bilan shug'ullanmayman-ku. Lupada ko'rib berishim mumkin. Qimmatbaho bo'lsa kerak. Qazilmalar uchun o'zimga yangi cho'tka sotib olaman. Afsuski, bu bor yo'g'i qalbaki matoh. Nima? Adashmayapsizmi? 1999-yilda cheklangan miqdorda chiqarilgan. Xafa bo'lma. Thomas Jefferson aytganidek, 1000 yildan keyin bu ham qimmatbaho arxeologik topilmaga aylanadi. Tadeus, bolajonim, qimmatbaho biron nima topishingga albatta ishonaman. Dunyo batamom suv bilan qoplangan bo'lsa, unutma, bu ham bir kun o'tib ketar. Buni ham Thomas Jefferson aytganmi? Yo'q, Madonna aytgan, ammo jarangdor, shunday emasmi? Rahmat, professor. Biroq
qalbaki shisha idish, oydan tushgan plastmassa tosh bo'lagini va Xitoydan chiqarilgan sopol vazalarini topganimdan so'ng orzularim chim-parchin bo'ldi. Hammasi yo'q bo'ldi. Unutib yozibman. Buni zudlik bilan yetkazish kerak edi. Lavrov. Paytiti. Qari telba Paytitini topsam-da. Nimani topdi? Ishongim kelmaydi, uni topdi. Shu voqeani 30 yildan beri kutaman, Tadeus. Sabr qilishni bilarkansiz. Mana bu kalit. Aniqrog'i kalitni ikkinchi yarmi. Hozir esa 30 yildan so'ng professor Lavrov birinchi yarmini topibdi. Shuning uchun u meni Peruga chaqiryapti. Kuryer orqali jo'natish arzonga tushmaydi. Tadeus, bu Paytiti oltin shahrining kaliti. Tutanxamon ehromidan keyingi eng buyuk topilma-ku. Rostana, zo'r-ku. Jin ursin. Nima? Samolyot chiptasi bugunga ekan soat 7da, faqat 2 soatgina qolibdi. Endi nima qilaman? Xavotir olmang. Ted Jones ishga kirishyapti. O'sha Paytiti haqida menga yana biror nima aytib bering. Bilasanmi, Tadeus, afsonaga ko'ra 500 yil avval inklar, ispanlar ularni barcha oltinlarni tortib olmoqchiligini bilib qolishganida yordam so'rab ona tabiatga murojaat qilishgan. Ona tabiat barcha oltinlarni maxfiy joyga, Paytitiga yashirib qo'yishni buyurgan. Xazinalarni o'sha yerga yashirib qo'yishgan. Evaziga ona tabiat ularga sehrli haykalcha, Paytitining oltin hindovini bergan. Haykal ilohiy kuchga ega edi. Uni qo'riqlaydigan odam esa mangu yashaydi. Haligacha ular o'sha yo'qolgan shaharda yashashadi degan gaplar yuradi. Shunday. Demak, ular haligacha tirik ekanda. Bu bor yo'q afsona, Tadeus. Ammo quymalar shahar mavjud ekanini isbotlaydi. Tezroq, yo'qsa kech qolamiz. Qo'y. Bu senga istalik. Uni Indiana Jones kiyib yurgan. Indiana Jones? Meni familiyadoshim bor ekanda. Qarang. Safaringiz bexatar bo'lsin. Yo'qdimi-chi? Yo'q, qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Professor! Diqqat, doktor Jeremiah Hambert ro'yxatdan o'tishingizni so'raymiz. Professor, sumkangiz! Doktor Jeremiah Hambert hoziroq ro'yxatdan o'tishingizni so'raymiz. Professor! Voy! Bizga shifokor kerak. Tuzukmisiz? Yaxshiman. Menga dorilarim kerak. Doringiz hozir. Rahmat, Tadeus. Ko'k dorilarim bo'lmaganda nima qilardim? Ko'p dorilaringiz? Tetiklashtiruvchi dori, uyqu dori. Allaqachon o'zimga kelganman. Samolyotga ulguraman, meni hech nima to'xtatdi. Professor! Hozirgina mijozni aniqladim. Kalit unda. Suratini jo'natyapman. Juda soz. Xo'jayinga xabar beraman. Rejaga muvofiq ish ko'ring. Aloqa tamom. Sir, asosiy binoga kirish yo'lini topdik. Salom. Siz farishtamisiz? Hammasi joyida, xavotirlanmang. Uni kasalxonaga olib borib, oshqozonini yuvamiz. Yaxshi, men ham u bilan boraman. Shunchaki bir necha kun dam olsa bas, xavotirlanmang. Bexavotir uchavering, professor. Unga o'zim qarayman. Sarguzasht izlayapsizmi?
Yer qurrasining ko'pgina burchaklarida haligacha arxeologik topilmalar yashirinib yotibdi. Ularni topishlarini kutib yotgan xazinalar esa talaygina. Ana shunday xazinalarning ko'pginasi o'ta iqtidorli inson Ser Maksimilian Mordon tufayli dunyo yuzini ko'rdi. Davrimizning eng buyuk tadqiqotchisi. Qazilmalar, jumboqlar, tadqiqotlar. Qazilmalar, jumboqlar, tadqiqotlar. Professor Hambert nima desam, Max Mordonga gap yo'q. Ha. Ko'rsatuv homiysi, super to'yimli, super sog'lomlashtiruvchi, itingiz uchun eng zo'r super kulchalar. Yo'q, Jeff, ishlama. Bas qil, bas. Professor, yana qahva ichasizmi? Rahmat. Peru, Cusco, Alejandro Velasco Astete xalqaro aeroporti. Professor Hambert. Professor Lavrov. Professor, sizni ko'rganimdan xursandman. Tanishganimdan xursandman, Professor Hambert. Men Professor Hambert emasman. Ajoyib, meniki ham Professor Lavrov emas. Agar Professor Hambert bo'lsangiz, sizni kutib olishga meni jo'natdi. Professor Hambert o'rniga meni jo'natdi. Ted Jonesman, ya'ni Professor Jones. Shunaqa. Endi meni himoyam ostidasiz, professor. Faqat siz uchun very good price. Yo'q, rahmat, kerak emas. Olib qoling, Okosi. Faqat hozir Freddy do'konida 2 daqiqalik chegirmalar. Cho'kmaydigan taroz yoki hammom uchun super vosita kitlardan himoya qiladi. 3% chegirma, yana mijoz kartasi ham qo'shib beriladi. Hech nima olmaysizmi? Mana bularga bir qarang-a. Olsang chog'am, axir oilamni boqishim kerak-ku. Yaxshi, mana buni olaman. Bo'ldi, uni qo'lga olamiz. Shohona tanlov, og'am, Xitoyda ishlab chiqarilgan sifatli Shveysariya qisqichlari. Ming xil usulda ishlasa bo'ladi. Ming xil, masalan, Mijozsiz bo'lganingizdan keyin o'zingiz o'sha usullarni aniqlayvering. Voy, boshliq kelyapti. Bizni Telegramda o'zbek multfilm manzili orqali topishingiz ham mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Oy, qayoqqa? to'xtang, meni qo'yib yuboring. Professor qani? Ana ular olib ketishdi. Ey xudoyim, Professor Hambertni o'g'irlab ketishyapti. Hambertni emas. Hoy, yaxshi kuchukcha. Qo'yma-ku. Uni sumkasidan chiqdi. Boshlig'i, quloq soling. Bo'la qol, Freddy, o'sha mashina ortidan borishimiz lozim. Lekin Pekin ketmaydi, ularni qochirib yubora olmaymiz. Bo'la qol, tezroq. Boshqa odam o'g'irlab ketdingiz. Meni ishdan bo'shatib yuborishdi. G'irt bekorchiman. Quymani ber. Qanaqa quyma? U sizda ekanini bilamiz, professor. Tushunarli, birinchidan men professor emasman, quruvchiman. Ikkinchidan u menda emas. Uchinchidan uni qayerda ekanligini bilaman. Ortda qolma, tezroq. Bizni o'ldirishlarini xohlayapsizmi? To'lang. Bo'pti, qancha beray? 2000 bersangiz, xotinim pulga yopishib olgandek ularga yopishib olaman. Qasam ichaman, professor Hambert emasman. Professor Jeremiah Hambert. Buni mantiqiy javobi bor. Ha. Bunga ham mantiqiy javob bor. Yuzimni qiymalab tashlamasingizdan avval pasportimni tekshirib ko'ring, iltimos. Freddy, xizmatingizda.
Jeff, tuzukmisan og'ayni? Xo'sh, professor Hambert emassiz. Xo'jayin sizga nima degandim? Ismim Jones, Ted Jones, professor Jones. Hambert o'zini o'rniga meni jo'natib yubordi. Rostana, qiziq, hech qanaqa Jones haqida gapirmagandi. So'nggi soniyada shu qarorga keldi. Siz o'zingiz kimsiz? Sara Lavrova, professor Lavrovning qiziman. Professor Hambert bilan anchadan beri ishlaysizmi? Ko'p bo'lgani yo'q, men yangiman. Juda soz. Yangimish. Ha, shunday, ammo ilk tadqiqotlarni 5 yoshimda boshlaganman. Professorga unchalik ham o'xshamaysiz. Serg'ayrat bo'lganim uchun shunday ko'rinadi. Qarang-a, tushib ko'ryapmanmi? Shahringizda odamlarni doim shunaqa kutib olishadimi? Ana u yigitlarga nima kerak edi? Albatta, quyma Hambertda u sizda ekanini bilishadi. Hayotingiz xavf ostida. Qo'ysangizchi, meni qo'rqita olishmaydi. Jeff, bas qil. Yo, xudoyim. Xavotirlanmang, ba'zida meni xonam ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Maynavozchilik qilmang. O'sha yigitlar hammayoqni oston-ustin qilib ketishibdi. Jeff! Daqiqa. Oh! Bilzoni. Yoqqa ber. Bilzoni, bu yerda nima qilyapsan? Ma, almashamiz. Super kulcha. Nima bu? Qizalog'im, buni avayla. Machu Picchuga jo'nab ketyapman. Bu narsa qalloblarning qo'liga tushib qolishiga yo'l qo'yma. Ted, sumkangizni bu yoqqa olib keling. Ha, hozir ketyapman. Hey, bu o'sha. Bu quymaning ikkinchi bo'lagi. Unda nima deb yozilgan? Bilmayman, bu qadimiy Chimu yozuvi. Otam va Hambert Chimular tarixi bo'yicha dunyodagi yagona mutaxassislar. Bilzoni nega otam Machu Picchuga ketdilar? Bo'la qol qushcha sayra. Nutq yo'qolgan. U gapirmaydi. Uni qushcha deb chaqirmang, xafa bo'ladi. Omadimiz keldi. Qanday qush ekanini bilmaydigan soqov to'tiqush. Tinch qo'y. Bilzoni, diqqatingni jamla. Semirib ketdimi? Qurish tutib qoldimi? Tovuq suyagi tiqilib qolgan. Yong'oqmi? Ha, kimdir uni ortidan qo'yyapti. Kim uni qo'yyapti? Bilzoni kim? Hey, meni o'g'irlab ketgan furgondagi yigit-ku. Nimadir qilish kerak. Masala nima? Politsiya qo'ng'iroq qilamizmi? Otam soqov to'tini yordam so'rab jo'natib yubordi deymizmi? Yo'q, Machu Picchuga boraman. Bu xavfli o'xshaydi. Bir o'zingiz borishingiz kerakligiga aminmisiz? Birga borishni taklif qilyapsizmi, professor? Taklif qilarmishman. Uzoq safarga chiqishni xohlamas. Ketdik. Senga yordam beraman. Rahmat. Qo'ysangchi, xizmatingga tayyorman. Butun vujudim bilan xizmatingdaman. Bu yerda sen nima qilyapsan? Dadasiga qizingga qarab turaman deb va'da berganman. Shuning uchun 1,5 barobar ko'proq olaman. Bilasiz-ku, oilamni boqishim lozim. Soat necha bo'ldi? Yo'q. Serialimning yangi qismini o'tkazib yubordim. Yolg'iz Amberning muhabbati. Chidaysan. Ha, biroq Amber chiday olarmikan? Axir yuragini 5 marta tilka pora qilishganini unutish uchun miyasini almashtirayotgandi. Nimalarni o'qiyapsan?
Bu belgilar nimani anglatishini bilmoqchiman. Professor Lavrov butun umr mana shu quymani qidirgan. Nega otingni professor deyapsan? Arxeologiya olamida eng zo'rlardan, ishiga mukkasidan ketgan, otalik vazifalarini bajarishga vaqt qolmagan. Bezovta qilmang. Sir, quyma ularda. Ajoyib. Yo'qolgan shaharni topsak zo'r bo'la. Miss Lavrova, kutilmagan uchrashuvni talab. Tanishmizmi? O'sha. Menga quyma kerak. Olib bo'psiz. Qoch! Minnatdorman. Yo'q! Qochib keta olmaysan! Yo'q. Barakalla Bilzoni! Qushni to'xtating. Bu idish-tovoqlar qo'lda yasalgan, narxlari ham hamyonbop. Ay, very good price. Qayerga yuguryapsan? Menga ber. Ehtiyot bo'l. U tomda. Tushundim. Ortimdan. Voy! Uzr og'ayni. Yo xudoyim, Ted. Hammasi joyda. Quymani Iflos panjalaringni menga tekkizma. Qayoqqa ketyapsan? tepaga. Senga yordam berishim mumkin. Ted, Quyma bizda, sir. Mashinalar yetib keldi. Topshiriq bajarildi. Ketamiz. Odisseylar. Sara! Ted, bu yigitlar kim ekanini bilaman. Ularni Odisseylar deyishadi. Kim ular? Jinoyatchilar. Quymani o'shalar olib ketishdi. Bilzoni, menga kel. Voy! Buni nimasi kulgili? Voy! Ted, ehtiyot bo'l. Yugur! Ha! Tirikmizmi? Ha, bu nimani hidi? Qasam ichaman, men emas. Ular oxirgi vagonda. Ularni ushlang. Menga quyma kerak. O'sha Odisseylar kim o'zi? Ular butun dunyo bo'ylab xazinalar qidirib yurishadi. Bu ablahlar yolg'on gapirishadi, o'g'irlik qilishadi, hattoki qotillik ham qilishadi. Yaxshi haq to'lashsa har narsani sotib yuborishadi. O'g'ri kazzoblar. Paytitini topishsa-yu afsona to'g'ri bo'lib chiqsa, ular umrboqiylikni qo'lga kiritishadi. Ularni to'xtatamiz. Paytitini ulardan oldin topamiz. Hay bolalar, bu yoqqa mehmonlar kelyapti. Bizni topisha olmaydi deb o'ylayman. Adashib qoldik shekilli.
Xavotir olmang xo'jayin, yangi GPS bizni ko'nglingiz tusagan joyga boshlab boradi. Narxi ham arzon. Qo'ysangchi, Fred. Oilamni boqishim kerak-ku nima? U ham oila a'zosi. Xo'sh, Machu Picchu. Olg'a do'stlarim. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Machu Picchu. Bo'ldi, endi ishlash kerak. Yoki qishloqqa borib, yeyishga biron nima olib kelaman. Sizlar esa ishlab turinglar. Bo'pti, keyinroq ko'rishamiz. Ketdik, Ted. Yo'q, kech qolibmiz. Odissey qaroqchilari bu yerga kelib bo'lishibdi. Otamni olib ketishibdi. Qo'rqma, Sara, uni topamiz. Albatta topamiz. Rahmat, Ted. Keyin hamma yoqni ko'zdan kechirib chiqamiz. Balki uni qayerga olib ketishganini bildiruvchi biron belgi topa olarmiz. Shoshmachi. Bu Max Mordan-ku. Max Mordanni taniysanmi? Ha, uni birinchi raqamli muxlisiman. Yo'q, birinchi raqamli menman. Albatta, albatta. Nima desang shu. Menga yordam bera olmaysanmi? Uzr, menda shaxsiy dastxat qo'yilgan surati bor. Uni qo'lga kiritguncha Jeff bilan 25 soat navbatda turganmiz. Birinchi raqamli muxlis kim ekan, a? Xo'sh, To'tka. Tut kim? ismimni adashtirib yuborgan. Muhim emas. Sen qanday tanishgansan u bilan? Avvallari professordan saboq olardi. Bu kim, otangmi? Bu esa oying bo'lsa kerak. Chiroyli ekan. Chiroyli edilar. Ular olamdan o'tganlar. Otamdan boshqa hech kimim yo'q. Afsusdaman. Uzr. Voy, shoshma. Surat. Buni nas yo'lida olishgan. Otam doim o'sha qum tepaliklar pozitsiyaga yo'l ko'rsatadi derdilar. Xuddi xaritadek. Ammo unda kalit yo'q edi. Bizda esa bor. Quyma, bu kalit. Shuning uchun ham Odisseylar uni qo'lga kiritmoqchi bo'lishibdi-da. Keyingi bekat Nasko cho'li. Bizni Telegramda o'zbek multfilm manzili orqali topishingiz ham mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Nasko cho'li. Shundoqqina anavi tog' ortida bo'lsa kerak. Tezroq otang bilan tanishkim kelyapti. Garov bog'layman, sen u bilan juda faxrlanasan. Olimni qizi bo'lish oson emas. Ularni yaxshi ko'radigan odamlarga nisbatan o'z topilmalariga ko'proq e'tibor qaratishadi. Bolaligimda otam deyarli uyda bo'lmasdilar. Men ota-onamni yaxshi eslay olmayman. 5 yoshligimda avtohalokatga uchrashgan. Meni buvim katta qilganlar. Otamni tugmachasi. Bu meni tumorim. Ba'zida uni tirikdek his qilaman. Meni kuzatib turgandek bo'ladi. Go'yo. Bir qaragina Jeff. Nasko cho'li. Jeff, senga nima bo'ldi? Do'stlar, menimcha Jeffning mazasi yo'q.
Nima bu? Bolakay, senga nima bo'ldi? Balki qorni ochdir. Rostdan ham nimadir bo'lgan. Super kulchaga ahamiyat ham qilmayapti. Xo'jayin, muammo tug'ildi. Bu nima? Kuzatish uskunasi. Professor, Sara, va nihoyat sizni topdim. bu yerga kelib bekor qilding. Sizni qutqargani keldim. Meni qutqargani. Sen ham menga o'xshab tutqunlikdasan, shekilli. Boshqa gapingiz yo'qmi? Sizni topish uchun shuncha yo'l bosib keldim axir. Men ham keldim. Siz kimsiz? Sara. Max, bu yerda nima qilyapsan? Bu qaroqchilar ehrom va mumyolar bo'yicha dunyoga mashhur bo'lganim uchun meni o'g'irlab kelishdi. Qadimgi Misrshunos Max Morton, rostdan ham o'zingizmisiz, a? Kelib shu masxarabozni o'g'irlab kelishganini qara-ya. Qo'y. Ah, azizam. Seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men ham. Men ham birinchi raqamli muxlisingizman. Ikkinchi raqamli muxlis. 5 yoshimdan beri dunyo bo'lib jurnalni yig'aman. Afsus, ikkinchi raqamliman. Ismingizni eshitmay qoldim. Ted Jones. Professor Jones. Doktor Hambert o'zini o'rniga uni jo'natib yuboribdi. Professor? Rostana? Haydatdim, qurolning yomon emas, ammo eskirib qolibdi. Xavotir olma akasi, mutlaqo yangi modelni tanishtirishga ijozat ber. Piper Super 4000. Bir vaqtda 15 ta o'q ota oladi, 3 ta lazeri bor, teks ham 2 ta. Yo'q, qo'rqmang, urmang. Kerak emas. Azizam, ularga kerak bo'lgan narsani ber. Aminmanki, shunda bizni qo'yib yuborishadi. Miss Lavrova, iltimos quymani menga bering. Uni o'zing bilan olib kelmagansan, to'g'rimi? Ajoyib, ishongim kelmaydi. Nima qilyapti? Bu quyma tosh Paysitiga yo'l ko'rsatadigan xaritaning muhim bir bo'lagi. Shu onni butun urur kutganman. Endi esa barchasi mana u qaroqchilar qo'lida. Bo'la qoling, professor. Sizni navbatingiz. Kechamda undan ko'ra o'lganim yaxshi. Ko'ndira olmaysiz. Bo'pti, ko'ndirdingiz. Qora tog'dan Puma qizil yulduzni ko'rayapti. Ikkinchi yomg'irlar oyida suv nuri anakonda terisidan o'tadi. Ammo qattiq toshga ishonma. Gohida alpakaning terisi qattiqroq bo'ladi. Qizil yulduz bu Mars, ikkinchisi yomg'irlar oyi, albatta aprel. Shu vaqt oralig'ida Mars sharqiy kvadrat doirasida bo'ladi. Bu yerda bazal darvozalari hosil bo'lishi haqida aytilgan, biroq qattiq toshga ishonma. Tushunarli. Tayyorlaning. Mordan va professorni olib ketaman.
qiz garovda qoladi, otajonisi hamkorlik qilmasa u o'ladi. Tushunarlimi? Ha? Unga qo'lingizni tekkizmang. Kechirasiz. Uzr. Bir-biringizga g'amxo'rlik qiling. Qazilmalar, jumboqlar, tadqiqotlar. Menga ishonaver, azizam. Otamga biror kor hol bo'lsa, o'zimni hech qachon kechira olmayman. Ularga yaqinroq bo'lish uchun arxeolog bo'lganman. Qutulib ketamiz. Menga ishon. Qattiq toshga ishonma. Gohida alpakani yumshoq terisi qattiqroq bo'ladi. Otam bekorga gapirmaydilar. Menga nimadir demoqchi bo'ldilar. Freddy, xayolingga ham keltirma. Albatta yo'qda, xo'jayin meniki pul ishlab topadi, o'g'irlik qilmaydi. Mana bunda esa yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladi. Qaragina, uni ortida nimadir bor. Mana shu devor ortidami? Bu devor emas, eshik. Ishonaver, nima deyotganimni bilaman. To'g'ri. Qattiq toshga ishonma. Quyma uni ochadigan kalit. Menga yordamlashib yubor. Freddy, bizga yordam bersang yomon bo'lmasdi. Hozir bir daqiqa jihozlarni o'zlashtiryapman axir. Ko'cha qushi. Qattiq toshga ishonma. Gohida alpakani yumshoq terisi qattiqroq bo'ladi. Bu alpakani terisi. Paysitini haqiqiy xaritasi ham shu. Otam menga shuni aytmoqchi bo'lganlar. Ya'ni adisitlar. Boshqa joyni kavlaganni ketishdi, tushundingmi? Barakalla, professor. Ey, oshna, bu yerga qanday qilib kirding? Shoshma, sen bu yerda bo'lsang, demak qayerdadir chiqish yo'li bo'lishi kerak. Shu tomondami? Nimalar bo'lyapti? Men hech nimaga tegmadim. Jeff, yo'lni topishimiz kerak bo'ladi. Bo'la qol. Men esa xaritani o'qishim lozim. Freddy, biron nima qil. Tedga yordam ber. Hey, yaxshiyamki hech qachon uyimdan mana busiz chiqmayman. Nima u? Dahshatli, qo'rqinchli, qiynoqli va dardli o'limdan qutulishning 101 usuli. Birinchi band, xavf darajasini aniqlang. Rostdan ham o'lim yoqasida turibsizmi yoki oshirib yuboryapsizmi? Oshirib yuboryapsiz. Ketdik. Ilon va daraxt. Ilon va daraxt. Ha, ilon bu daryo. Ikkinchi band, xotirjam bo'ling, vahima qilmang. Vahima dodvoy solishga olib keladi. Bu esa muammoning yechimi emas. Yo'q, bu kitobingda haqiqatdan boshqa biror nima bormi, Uchinchi band, yo'qmi? kengroq fikrlang. Kengroq joyga chiqib olsak, yaxshi fikrlardik. Shoshmachi. Menimcha Jeff chiqish yo'lini topmadi. Uni havo ko'taradi. Havo. Shamol. Ha! Bo'la qol, Jeff. Diqqatingni jamla. Birinchi band, Bu xotirjamlik. ikkinchi band edi. Bo'pti, ikkinchi band. Avval birinchisini o'tmay turib, ikkinchisiga o'tish mumkin emas. Birinchisida nima deyilgandi? Hozir qarayman. Atrofim juda ham shovqin. Xo'sh, daraxt bu yer, daryo esa suv. Yer, suv, havo va olov. Ona tabiat. Birinchi band. Esingdan chiqarchi. Iltimos, vaqtimiz qolmayapti. Kuchuk yo'lni topdimi? Shunday deb umid qilaman. Qayoqqa ketyapsan, Jeff? 4-band. Yo'lni topdingizmi?
chiqib keting. Ha, barcha belgilar junglilarni ko'rsatyapti. Adisitlar esa cho'lni kavlashyapti. Paysiti qayerda ekanini Qochdik, bilaman. Sara, qochdik. Barakalla, Jeff. Qoyil qilding. Eng yaxshi kuchuksan. Bilzoni, ahvoling yaxshimi? Tuzukmisan? Sen ham uni yaxshi ko'rasan, to'g'rimi? Xo'sh, 5-band. Tirik qolgan bo'lsangiz, shartta uyga ketib boring. Nima? Nima? Jonimga tegdi. Hozir keta olmaymiz. Ha, oltin haykal adisitlar qo'liga tushmasligi kerak. Bunaqa dahshatli sharoitlarda ishlayotganimga menga mukofot puli bersangiz bo'larmidi? Yo'qmi? Kuponi noto'g'ri joyni kavlayotganini bilib qolmasdan tezroq harakat qilish kerak. Freddy, ekskavator haydashni bilasanmi? Soatiga $35. Yana har chaqirimga 20 sentdan. Keragi yo'q, uni haydashni menga chiqargan. Qani chiqinglar. Buni haydashni qayerda o'rgangansan? Metropoliten kavlaganman. Metropoliten? Quloq sol. Sara, gap shundaki, Metropoliten o'tkazgan qazilma ishlarida qatnashganmisan? Qoyil. Senga gap yo'q. Ular faqat eng zo'rlarini tanlashadi. ha, shunaqa gaplar. Oyijon, o'lmang. Hali vasiyatnoma yozmadingiz-ku. Bardam bo'l. Sen haq ekansan, Freddy. Sen ham zo'r ekan. It feels so strange to be out of place when you know you're breathing in different air. Let me shake my ball and you will appear. Although I think tonight I might be sleeping here. So roll the sky, torn apart like a drum in the sun that can chill my soul. Then answer still with a smile away. 'Cause my name is supposed to keep. Well, up in these lessons of my secrets. I'm just trying to find you in my suitcase. Tunni shu yerda o'tkazamizmi? Bu fikringga qo'shilaman. Kuyimmi? Otangga hech nima bo'lmaydi. Max uni yonidaligi yaxshi bo'ldi-da. Max Mordenga turmushga chiqayotganingdan xursanddirsan, ha? Yerdagi eng zo'r so'qqabosh yigit bo'lsa kerak-a? Ha, u yaxshi inson. Qo'noq, kelishgan va mashhur, lekin juda ham mehnatsevar. Xuddi otamni o'zginasi. Yoningda sevgan insoning bo'lmasa, omad seni baxtli qilmasligini tushunib yetadi. Omadni baham ko'radigan insonning yo'qligini aytyapman. Shunga umid qilaman. Senchi? Sen baxtlimisan? Albatta, arxeolog bo'lish orzuyim bilan yashayapman. Qanaqasiga baxtsiz bo'lishi mumkin? Hayotga qanday nigoh bilan qarashing menga yoqdi. Men bilgan ko'pchilik arxeologlar faqatgina katta topilmalar qilsalar ko'ngillari to'ladi. Bunaqasi esa har kuni ham bo'lavermaydi. Ammo sen boshqachasan. Rostdan ham shunday fikrlaysanmi? Ha, rost. Shunday. Uxlab olishim kerak. Ertaga biz uchun og'ir kun bo'ladi. Sara, senga bir gapni aytishim kerak. Aslida men Nimadir dedingmi? kim emas.
Xayrli tun. Oy, sen ahmoq. Seni chaqiryapti shekilli. Go'shtingni nimtalab tashlamasidan yoniga bor. Bu o'sha joy ekaniga ishonching komilmi? Albatta ishonchim komil. Meni ahmoq deb chaqirma barzanga. Ishonarli bo'lsin deyapman. Professor Lavrov aldayotgan bo'lsa-chi? Meni aldamaydi. Beshtakam kuyovman axir. Shuni aytyapman-da. Seni xushlamayotgani ko'rinib turibdi. Hech nimani xitlamayaptimi, mabodo? Menga ishonaver, axir mashhurman-ku. Bitiklarga ko'ra shu yerda bo'lishi kerak. Ammo bu yerda hech qanday yodgorliklar yo'q-ku. Bu yerga odam oyog'i tegmaganiga 500 yil bo'lgan. Shahar o'simliklar orasida yashirinib yotgan. Iltijolarim Xudoga yetgan bo'lsa, pastda mijozlarim to'lib yotibdi. Uni bo'linib qidirib ko'ramiz. Bo'pti. Jeff, qani o'zimga-chi? Juda soz, yana mijozlarsiz qoldim. Qo'ysen-chi, Jeff. Burningni yerga qarat. Ted, ehtiyot bo'l. O'sha atrofda puma izg'ib yuribdi. Yo'q, hazillashmayapsanmi? Freddy, menga yordam ber. Ole maestro! Nima bu? Uy. Bizni Telegramda o'zbek multfilm manzili orqali topishingiz ham mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Ted! Do'stlar, uni topdim. Nimani topding? Yo'qolgan shaharni.
Uni kun kavlayapmiz, lekin natija yo'q. Qara ahmoq bizni laqillatish mumkin deb o'ylayapti. Bu pandavaqini gapirishga majbur qil, hoziroq. Ey xudo, axir bu Paysiti belgisi-ku. U yerda bo'shliq borga o'xshaydi. Sara! Ushladim. Seni qo'yib yubormayman. Shuncha laqillatganingiz yetar, professor. Bizni boshqa joyga olib keldingiz. Juda chuqur bo'lsa kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. o'n bir, 12, 13. Oho, rostdan ham chuqur ekan. Endi nima? Yer qimillashimi? Meni bashoratimga quloq solish kerak edi. Bugun to'shagingda jimgina yot. To'shagimda jimgina yotganim yaxshi edi. Sara, Xaritani o'qidim. Shahar mavjud ekan. Unga kiradigan joyni topdik. Darhol hamma narsani tayyorlang. 5 daqiqadan so'ng mana shu o'raga tushmoqchiman. azizam, ahvoling yaxshimi? Sendan xavotir oldim. Bo'pti. Ikkinchi bo'linma pastga tushib hududni tozalaydi. Birinchi bo'linma qiz va professorni oling. To'rtinchi bo'linma mana bu pandavaqilar bilan shug'ullaning. Ularni bo'ylab qo'ya qoling. Bizdan xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'y, matohingni nari ol. O'zim yura olaman. Kallang ishlaydimi o'zi? Ularni tirik qoldirib bo'lmaydi. Ular xavfli emas. O'ng tomondagisi yuradigan do'kon, chap tarafdagisi oddiy quruvchi. Bor yo'q shu. Quruvchi? Ular kim ekaniga tupurganman. Qochib ketsa, butun rejani xavf ostida qoldirishadi. Max, Ketyapman jonginam. Qaysi tomonga yuramiz? Xo'sh, qiziq. Bu ikki eshiklarni joylashuviga ko'ra, menimcha, biz kiradigani haligi bu yer qip-qizil ahmoq odam inklarni belgisini aniqlagan bo'lardi. Chap tomonga yuramiz. Shoshmang, o'ldirishdan oldin sun'iy tilagimizni bajara olasizmi? Super kulcha. Qoch!
Hay! Qani bu yoqqa chiqchi. Hay, Bilzo! Yomon tushgani aniq. Hasta la vista, baby! Endi ehromga kiramiz. Pastga tushmayman. Shunaqa ehromlarda har xil maxluqlar bor deyishadi. Bo'pti, u holda shu yerda Jeff va Bilzoni bilan qol. O, yaxshi fikr. Omadingni bersin. Yura qol, jo'jaxo'ras, bir poker tashlaymiz. Dada, menga yordam bering. Sara? Qoyil. Voy! Bu nimani ovozi? Qamir orti olam ruhlari. Bu joy oyoq osti qilinayotgani ink ruhlarga yoqmayapti. Ted? Unga yaqinlashmang. Uni o'ldiraymi? Albatta. Max, Ya'ni albatta yo'q demoqchi edim. O'ldir demoqchi edi. U g'irt ablah. Mana u qaroqchilarga Freddy va meni o'ldirishni buyurdi. Ha. Unga ishonmaysan deb umid qilaman. Axir tupi tuzuk yolg'onchi-ku. Yolg'onchi emasman. Buyruq berganingni o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Demak, aldamayapsan. Saraga arxeolog bo'lib ishlayman deganingda-chi, unda ham aldamaganmiding? Ted, u nima haqida gapiryapti? Xo'sh, professor Jons, kimligingni Saraga aytasanmi? Qurilishda ishlaydi, g'isht teradi. U hech kim emas. Shundaymi? Nima? Ted, shu rostmi? Rosa. Ha, to'g'ri gapiryapti. Senga yolg'on gapirdim, aldoqchiman, ammo u aslida kim ekanini bil. Yetar, bas qil, Ted. Xo'jayin, uni o'ldiraymi? Xo'jayin, Max nimalar bo'lyapti? Bunga ortiqcha vaqtimiz yo'q, Max. Hozir. Sara, quloq sol. Bularni o'zim uchun, yo'q, ikkimiz uchun qilyapman, kelajagimiz uchun qilyapman. Otamni sen o'g'irlab ketdingmi? Shunday qilmasam bo'lmasdi. Unga ozor berishni xayolimizga ham keltirmagandik. Freddy va Tedni o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Men buni tushuntirib berishim mumkin. Ha! Mana shunaqa. Ha, Ana. Uzr, kechirasiz. qilgan ishingdan pushaymon yeysan. Kuponin. Senga turmushga chiqishga rozi bo'lganimdan pushaymonman. Seni muxlising edim. Qallob ekansan. Yorgildim. Og'zingni ocharmayman. Yuringlar.
ko'r bo'lgan ekanman. Shunaqa odamni qanday qilib yaxshi ko'rib qoldim, hayronman. Sen aybdor emassan. Meni ham aldadi. O'g'ir yolg'onchi. Xuddi senga o'xshagan. Shuncha paytdan beri meni aldab kelding. Meni kechir, Sara. Senga rostini aytmoqchi edim. Ammo meni tushunma. Hammasini unut ded. Meni aldab yurding. Senga ishongandim, juda ham ishongandim. Sara, yordam ber. Qo'limni ushla. Meni tortib ola olasanmi? Albatta. Lekin avval ayt, o'zing haqingda aytganlaringdan birontasi rostmidi? Haqiqatan ham Max Mordan muxlisi edi. U momiyolanganlarning ishi bo'lsa kerak. Ular tirik edi. O'zim ko'rdim. Bo'lmagan gap. Tirik bo'lganlarda mumiyolangan bo'lmasdilar. Bu mantiqiy ziddiyat. Kim bo'lsa ham ular shu yerda. G'azablanishgani aniq. Barakalla maymuncha. To'ng'iz ekansan. O'lib ketishimiz mumkin edi. Azizam, to'g'risini aytganda menga faqat otang kerak. Tushunarlimi? Yuringlar. Qaranglar. Bu gipu inklar bulardan zaxiralarini nazorat qilib turish maqsadida foydalanishgan. Oqlari kumush uchun, sarig'i oltin uchun, jigarrangi bronza uchun. Hay, hayron bo'lish. Endi nima qilamiz? Ana, bu oltin haykal saqlanadigan joyga kiradigan eshik bo'lsa kerak. Kerakli arqonni tortib u yerga kirish mumkin. Professor, sizni navbatingiz. Albatta, hozir aytaman-da. Mayli, kerak emas. Siz ham aniqlab olaman. Sariq bu oltin. Bularni bari tuzoq. Sara, professor, devorni ushlanglar. Qaysi biri ekanini bilmaydi-ku. Tortaver. Ahmoq Kuponin, o'ldir uni. Quloq sol. Qizil arqon o'ng tomonda. Sara!
Alvido, tentaklar. Dada. Oltin haykal. Yo'q. Bas qil. Unga teginib bo'lmaydi. O'lishga tayyorlan. Yo'q, kerak emas. Meni kechiring. Kechiring. Haykalni 500 yildan beri qo'riqlab kelaman. Uni o'g'irlashingga yo'l qo'ymayman. Yolvoraman, kechir. Taslim bo'ldim. Faqat meni otma. Otish? Bu qurol emas. Shunchaki Boqiy hayotni qo'lga kiritaman. Ha, bo'lmasam-chi. Yo'qol. Todd Jones. Oyog'imni qo'limga olib yuguryapman, Max Morton. O'zing bilasan. yordam bering. Tuzukmisiz? Haqiqiy qutqaruvchi ekansan-ku. O'layotganing yomon bo'ldi-da. Chuqurlik o'lchagichim-ku. Yangi qo'g'irchog'imni yengib bo'libsan. Taslim bo'l, Ted. Yengilding, Mordo. Max, yo'q. Sara, shouga xush kelibsan. Bugun qo'ng'izchalarni majaqlayapmiz. Menga so'nggi marta xalaqit qilyapsan. Qurilish suvaragi. Yordam! Olding. Ha. Yo'q! Afsusda. Unday qilma. Afsusdaman, Ted. Omadsizsan.
endi u abadiy yashaydi. To'xta, yaqin borma. Endi mangu yashayman. Nima? Menga nima bo'lyapti? Mangu yashashing mumkin, biroq o'z ko'rinishingda emas. Umrboqiylikni qiymati shunday, Max Morden. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Sara, yordam ber. Menga yaqinlashma. Xavotir olma. Mumiyolangan sifatida aytsam, ko'rinishing zo'r. Yo'q, bu tavqlanatni yo'qotishning yo'li bordir. Uni yo'q qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham mumiyolanganlar hali ham tirik. Mumiyolanganlar tirik bo'lishi mumkin emas. Bu mantiqiy ziddiyat. Juda soz. Bu qizni ham mumiyolar bilan muammolari bor ekan. Hammatimdan. Ana bu tasqarani bu yoqqa olib kel. Buni xayolingga ham keltirma, Tod. Meni ismim Ted. Endi nima bo'ladi? Uni o'ldirasizmi? Bema'ni fikr. Yo Tangrim, inklar xazinasi mavjud. Uni qorong'u zindonga tashlang. Abadiy zindon unga yoqadi. Yo'q, nimalar deyapsiz? Kim bilan gaplashayotganingizni tushunyapsizmi? Bunday qila olmaysiz. Men Max Mordenman, dunyodagi eng mashhur arxeologman. Yo'q. 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 Bizni nima qilmoqchisiz? Yo'riqnomaga ko'ra sizlarni ham mumiyolashim lozim yoki o'lishingiz kerak. Hayotingizni saqlab qoldik-ku. Ammo qoidalarni buzib bo'lmaydi. Sizlarni qo'yib yuborsam, bizni tinch qo'yishingizni qayerdan bilaman? A? Bu men uchun eng qadrli boylik. U otamga tegishli bo'lgan. Iltimos, uni oling. Sizga va'da beraman. Hech kim, hech qachon bu joy haqida bilmaydi. Saqlab qo'y. Men ko'rgan tiriklarning eng yaxshisisan. Vidolashuv vaqti bo'ldi. Umringiz osuda o'tsin. Sizni ham. Ya'ni, xullas, meni tushundingiz-a? Nima? Soqov o'tdi qush kartada g'irromlik qilsa-ya, menga ko'z tegdi. Hech nima qolmadi. Bir tengsiz qoldim. Gap pulda emas. Ha, qanchaligida? O, yoshni. Qalaysan, do'stim? Ha, do'stlarim tirikmisiz? Qaytsizlar-da. Ha, ana u jinoyatchilar qani, haligi. Ular ketishdi. Hech nima topolmadik. Hammasi tugadi. Oltin haykalchachi, xazinalarichi. Baytiti haqidagi afsona uzoq vaqtgacha afsonaligicha qoladi. Bari bekor ekanda, boylik, shon-shuhrat. Boy va mashhur bo'lish shart emas, Freddy. Bundan ham qimmatli xazina bor. Eng qadrlisi sevgan insonlarning davrasida bo'lish. Ha, to'g'ri aytasan, gapiraver. Oilamga nima deyman?
1000 chaqirim yo'l bosib, sassiq Shveysariya qisqichlarni olib keldim deymanmi? Voy, bu qisqichlar menga yoqib qolgandi. Hammasi joyidami? Ha. Shahar sirliligicha qolyapti. Biroq undan ham ortiqrog'ini topdik deya olaman. Max bilan bo'lgan voqeadan afsusdaman. Yana bir haqiqiy qahramonni topishing oson bo'lmaydi. Uni allaqachon topganman. Rostana? Kimni? Bizni Telegramda o'zbek multfilm manzili orqali topishingiz ham mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Sen ham o'zgachasan, Ted. Ajab! Shuncha sinovlarni boshdan kechirdik-a? Ushla! The sun is gone, but the light still burns. The view up here makes me be that clear. When you know you're breathing in different air, I search for feelings that I try to trace. With a gin and tonic rocking in my chair. The distance red, but I know you're there. На русский язык фильм дублирован творческим коллективом студии Central Production International Group по заказу компании Caravella DDC в 2012 году. Роли дублировали Марина Александрова, Григорий Антипенко, Станислав Дужников, Федор Добронравов, Татьяна Шитова, Петр Иващенко, Андрей Бархударов, Олег Форостенко, Алексей Рыжков и другие. Режиссер дубляжа Анастасия Бирюкова. Звукорежиссер и режиссер перезаписи Денис Вакуленко. Менеджер проекта Ольга Немчинова. Директор проекта Екатерина Толмачева. Руководитель проекта Дэвид Шуфутинский. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Tú y yo. El mundo para los dos. Dime cómo te sientes.